Bugun biz Qirg'iziston Jalolobodga yetib keldik do'stlar. Bunaqasi bo'lmagan sizlarga hozir bitta zo'r videoni ko'rsataman. Ya'ni do'stlar, ustunsiz kontener profildan tom yopish xizmati bo'ladi. Hozir to'liq ma'lumotni Akmaljondan olamiz. Akmaljon, kvadrati necha puldan tushgan? Общий joyimiz necha kvadrat? Aka, joyimiz 26 ga 70 metr joyimiz, deyarli 2000 kvadrat bo'lgan. Joyimizni noldan olganmiz, ikki chetiga ham, devorlarning ichida ham stokalarimiz bor, o'rtasiga ham stoka qo'yganmiz aka. Firmalarimizni 2 metrdan oraliqda qo'yganmiz, ustida reykalarni 65 santimetrdan. Zanan egasi kraskasini olib bergan, kraskalar berganmiz, profnasini olib bergan, profnasini qotirib berganmiz aka. Bu zanamiz Qirg'izistonga 23 dollardan qilib berganmiz, kargo xizmat barchasi ichida. O'zbekistonga aka 240 ming so'mdan qilib beramiz, xudo xolasa. Qilib berishadi do'stlar. Xo'p, eng arzon narxiga keladigan bo'lsa kvadrat 150 ming so'mdan 300 ming so'mgacha bo'ladi. Bu narxlar ichida O'zbekiston, Qirg'iziston bo'lib, dastavka, ustanovka, servis, o'lchash mutlaqo bepul bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, agar foydasidan oldim desam ham bonusiga nima qilib berasiz aka? Aka, kraskas profnasini o'zi itak qilib beramiz aka. Ikki chetidagi lato suv oqadigan latoyni mo'shniy qilib 2 listidan chiqarib qo'yib beramiz aka, siz obunachilaringizga. Do'stlar, bu yerimiz ya'ni tog'li hudud bo'ladi. 3 marta ya'ni 25 santimetrdan qor yog'gan. Qorimizni bemalol ko'targan. Ya'ni shamolda ham, qorda ham, ya'ni sinovdan o'tgan firmamiz bo'ladi. Kimgadir shunaqa sifatli dokumentalni tom yopish xizmati kerak bo'lsa, pastda Akmaljonning nomerlarini qoldirdik.